Assalomu alaykum hammaga. Apparatimiz sotiladi. Narxi 37 million. Yangi pachka korobka Electrovoice S19 ming eng oxirgi modeli. Yangi pachka Oska 1200 talik, bu ham originali. Yangi pachka Dynacord ikkinchi versiya. Rever saqlanib bo'ladigani yaxshi variant, dubayskiy varianti. U ham yangi pachka. 10 kilovatli latri bor. Ishlashi zo'r. Apparatni o'zi kolonkalarga keladigan bo'lsak, yengil materialdan yasalgan, ishlashi zo'r. Pastda, nizda SD 1000 talik. Admotka bo'lmagan, yangi holatda turibdi, sveji holatda turibdi. O'rtada 2241 750 driver bilan turibdi. Tepada Adel 600 talik tuxum pishalka 750 driver turibdi. Undan tashqari mikrofonlari, simli mikrofonlar, kabellar zapasi bilan bu 4 antenali eng oxirgi modeldagi yaxshi mikrofonimiz. 200 metrdan, 150 metrdan bemalol uzmasdan ishlaydi. Bu ham yangida turibdi. Kabellari zapas bilan hammasi uzun qilingan, mana yangi kabellar. Mikrofon kabellar. Bu ham mikrofon kabellar. Kabel so'mkasi ham bor. Undan tashqari sar kolonka 750 driver bilan qo'yilgan monitorimiz. Monitorimiz ham holati zo'r, yangi. Ishlashi zo'r. 3 ta yangi stoyka qo'shib beriladi. Shu 37 millionning ichida. Chexollari bor, hammasini chexollari bor. Ko'rishinglar mumkin. Mana shu yerda turgan hamma apparatura 37 millionga beriladi.